Sizlarni ham tomog'inglar og'risa, men bergan preparatlarni qo'shib tayyorlab tomog'inglarni chayasanglar, bittada tomoq og'riq qoladi. Hozir uni tayyorlashni ko'rsataman sizlarga. Buning uchun bizga uy sharoitida qaynagan suv bo'lishi kerak 100 gradusda. Prям bo'g'i chiqib turgan bo'lishi kerak suvga. Qaynoq suvga birinchi bo'lib 1 choy qoshiq chayni soda solamiz, oddiy. Va 1 choy qoshiq osh tuzi. Va eng asosiysi gvazdika. 4-5 ta gvazdikani solamiz va eng asosiysi uy sharoitida yod solasizlar. Ya'ni tomizasizlar, 5-6 tomchi yaxshilab tomizasizlar. Tayyor bo'lgan aralashmamizni 5-10 minut davomida dimlab qo'yamiz. Tayyor bo'lgan aralashmamizni bir kunda 5-6 mahal tomoq chayamiz va tomoq og'rig'idan birdan qutulamiz. Tarkibidagi yod infeksiyani o'ldiradi. Gvazdika esa achchiq shishga qarshi. Yana shu bilan birga gvazdika antioksidant hisoblanadi va og'iz bo'shlig'idagi turli hid kelishlari va achchiq shishlarni kamaytiradi. Bemalol uy sharoitida tayyorlasalar ham bo'ladi. Eng arzon va qulay usul hisoblanadi. Video yoqqan bo'lsa, tomog'i ko'p og'riydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.